Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 1-maydan nimalar o'zgaradi? Batafsil videoni oxirigacha tomosha qilsangiz bilib olasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabarimiz boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Norma.uz portali 2025-yil 1-maydan kuchga kiradigan milliy qonunchilikdagi asosiy o'zgarishlar sharhini taqdim etadi. Muvofiqlikni ro'yxatga olish osonlashadi. Muvofiqlik deklaratsiyasini sertifikatlashtirish organlarida ro'yxatdan o'tkazish tartibi bekor qilinadi. Ko'rsatilgan sanadan boshlab deklaratsiyani shakllantirish va hisobga olish texnik jihatdan tartibga solish axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Bojsiz olib kirishning yangilangan me'yorlari. Jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyojlari uchun notijorat maqsadlarda respublikaga olib kiriladigan tovarlarni bojsiz olib kirishning quyidagi me'yorlari belgilanadi. Havo transportida 1000 AQSh dollari, temir yo'l va daryo transportida 500 AQSh dollari, avtomobil, ya'ni piyoda o'tkazish punktlari orqali 300 AQSh dollari, xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali 200 AQSh dollari, xalqaro pochta jo'natmalari orqali 100 AQSh dollari. Banklarga qo'shimcha huquqlar. Ustav fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan banklar va ular huzuridagi investitsiya kompaniyalari auksionda sotilmasdan qarzdorliklarni so'ndirish evaziga bank balansiga olingan mol-mulklarni o'zlari sotish huquqiga ega. Ular shuningdek bunday mol-mulkni kredit, bo'lib to'lash yoki lizing shartnomalari orqali sotishlari mumkin. Tadbirkorlar ustidan shartnomaviy asoslardagi davlat nazorati. Tadbirkor va qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish hududiy inspeksiyalari o'rtasida shartnoma tuzilgan bo'lsa, tadbirkorlik subyektlarining qurilish obyektlarida qisqa muddatli davlat qurilish nazorati tadbirlari shartnoma shartlari doirasida amalga oshiriladi va yagona davlat nazorati axborot tizimida ro'yxatdan o'tkazilmaydi. Davlat organlari kadrlar bo'limlari boshliqlarini attestatsiyadan o'tkazish. 2025-yil 1-maydan boshlab respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining inson resurslarini boshqarish bo'yicha faoliyatini davlat fuqarolik xizmati sohasidagi maxsus vakolati davlat organi baholab boradi. Respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'linmalarining rahbarlari ushbu qaror talablari asosida davlat fuqarolik xizmati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organida attestatsiyadan o'tadilar. Fonogrammadan foydalanishni cheklash choralari. 2025-yil 1-maydan boshlab davlat byudjeti va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladigan barcha konsert tomosha tadbirlarida fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Konsert tomosha tadbirlari reklamasida tegishlicha jonli ijro fonogrammadan foydalangan holda jonli ovoz yoki ijodkorlarni davlat mukofotlariga tavsiya etishda birinchi navbatda ularning jonli ijrodagi mahorati inobatga olinadi. Energiya iste'moli uchun kompensatsiya choralari. 2027-yil 1-aprelga qadar ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va yordamini oluvchi hamda kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga, shuningdek reyestrga kiritilmagan, ya'ni daromadi har bir oila a'zosiga eng kam iste'mol xarajatlarining 1.5 baravaridan oshmaydigan kam ta'minlangan oilalar mezonlariga tushuvchi oilalarga, narxlar o'rtasidagi farq oyiga elektr energiyasi iste'moli bo'yicha bazaviy me'yordan 150 kWh yuqori bo'lganda, tabiiy gaz iste'moli bo'yicha isitish mavsumida oyiga bazaviy me'yordan 250 kub metrgacha, boshqa davrlarda oyiga bazaviy me'yordan 150 kub metrgacha ortiq foydalanilgan qismi uchun bazaviy me'yor doirasidagi hamda bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. Kreativ park rezidentlari uchun soliq imtiyozlari. 2031-yil 1-yanvargacha kreativ park rezidentlariga quyidagi soliq imtiyozlari belgilanadi. Ijtimoiy soliqni hamda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini 50% kamaytirilgan stavkada to'lash. Rezidentlarni, tovarlarni, ya'ni ishlarni, xizmatlarni realizatsiya qilishdan olgan daromadi miqdoridan qat'iy nazar aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar toifasiga kiritish. Bunday rezidentlar o'z istagiga binoan umumbelgilangan soliq solish tartibiga o'tishlari mumkin. Tadbirkorlik subyektlarining yiriklashuvini rag'batlantirish.
O'zini o'zi band qilgan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganda davlat boji undirilmaydi. Shuningdek, o'z faoliyatini tegishincha yakka tartibdagi tadbirkor, mikrofirma yoki kichik korxona toifasigacha yiriklashtirilgan o'zini o'zi band qilgan shaxslar va tadbirkorlik subyektlariga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida 50 million so'mgacha, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 150 million so'mgacha garovsiz kreditlar beriladi. O'z faoliyatini tegishincha o'rta yoki yirik biznes toifasiga yiriklashtirgan tadbirkorlik subyektlariga 1 yil davomida qo'shilgan qiymat solig'i summasi o'rnini qoplash, ya'ni qaytarish 7 kun muddatga amalga oshiriladi. Hamroh dasturi doirasida grant va kreditlari. Hamroh tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida ayollarga yashil loyihalar va IT sohasidagi loyihalarni amalga oshirishiga, shuningdek kamida 5 nafar ayollarning tadbirkorligini yo'lga qo'yishga ko'maklashgan 1000 nafar ustoz tadbirkorlarga 50 million so'mgacha grant ajratish tashkil qilinadi. Ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan ayollarga 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratiladi. Ayol tadbirkorlar tomonidan kredit hisobidan sotib olinayotgan asbob-uskunalar yetkazib berilgunga qadar tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi Kafillik taqdim etadi. Tadbirkorlarda soliq tekshiruvi o'tkazishining yangi tartibi. Soliq xavfini aniqlash, tahlil qilish va baholash avtomatlashtirilgan dasturi natijalariga asosan soliq bazasini yashirish, ya'ni kamaytirib ko'rsatish holatlari bo'yicha o'tkaziladigan soliq tekshiruvlariga tekshiruvlarning boshlanishi haqida kamida 10 ish kuni oldin tadbirkorlik subyektini xabardor qilish talabi tatbiq etilmaydi. Toza qo'llar dasturi ishga tushiriladi. Barcha sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalarida qo'l yuvish joylarini sanitar-gigiyenik vositalar bilan ta'minlash va sanitar xonalarining texnik holatini yaxshilashni nazarda tutuvchi toza qo'llar dasturi ishga tushiriladi. Toshkent va Nukus shaharlari, shuningdek viloyat markazlarida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha yangi loyihalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Asbest va sement, shlam va shlaklarni ishlab chiqarish, teri oshlovchilik, parandachilik fabrikalari, yuqori samarali chang tutuvchi va gazni tozalovchi inshootlar bilan jihozlanmagan har qanday turdagi ko'mirni yoqish, qora va rangli metallurgiya, tarkibida zaharli aralashmalar, zaharli kimyoviy moddalar bo'lgan shisha zavodlari, xavflilik darajasi bo'yicha 1 va 2 toifaga mansub chiqindilarni qayta ishlash va yoqish korxonalari. Halol belgisi bilan markirovka qilishning yangi tartibi. Islom mamlakatlari standartlari va metrologiya instituti talablari muvofiq sertifikatlangan mahsulotlar va xizmatlarni halol belgisi bilan markirovka qilishni boshlash rejalashtirilmoqda. Soliq organi huquqbuzarlarning bank operatsiyalarini to'xtatib turishi mumkin bo'ladi. Tadbirkorlik subyekti soliq qoidabuzarliklarini tan olganida, soliq organi tomonidan uning bank hisob varaqlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib turish tartibi joriy etiladi. Suv transportidan foydalanishning yangi tartibi. Tezlikni avtomatik pasaytirish uskunasi bilan jihozlangan, GPS uskunasi o'rnatilgan hamda milliy GPS monitoring va navigatsiya tizimiga ulangan suv transporti vositalaridan, ya'ni ichki yonuv dvigatelli foydalanishga ruxsat etiladi. Hurmatli tomoshabin, ushbu videorolik ostiga erinmasdan bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.